Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shayton ham bu holdan uyalib, men ham bu darajaga tushmasa kerak edi deydi. Publisistik hajviy tahlil. Dunyoning siyosiy xaritasida ajoyib bir mo'jiza ro'y bermoqda. Bir tomonda yangi O'zbekiston shiorlari yangraydi, nafas olgan havomizda ham reforma hidi keladi. Boshqa tomonda esa xalqaro maydonlarda qarzdorlik degan shaffof sharpa paydo bo'lmoqda. Ya'ni yangi O'zbekiston yangi, lekin o'sha eski sehr bilan. Bu yillar mobaynida 100 milliard dollar Amerikaga yo'llanadi deyishibdi. Ehtimol hukumatda hozir Robin Hood'dan ham kuchli illyuzionistlar ishlayaptimi? Bilmadim o. Chunki 100 milliard qarz bilan 100 milliard investitsiyani ayni paytda amalga oshirish bu endi iqtisodiy emas, siyosiy fokus. Hukumatning rasmiy statistikasiga ko'ra davlat qarzi 72 milliard dollar atrofida. Lekin shunday bir afsona borki, ayrim eski amaldorning cho'ntagiga sig'dirilgan yoki yirik loyihalar bahosiga qo'shib yuborilgan norasmiy qarz hisobiga bu ko'rsatkichning 100 milliardga yaqinlashishi haqida shivirlashadi. Hisob kitob oddiy. Qarzimiz 100 milliard, pul chiqaramiz ham 100 milliard. Natija 0, lekin press-lizda muvaffaqiyatli moliyaviy manyor deb yoziladi. Biz aytayotgan 100 milliard dollarni Amerikaga kiritish rejasi degan hajviya bor. Bu aslida korrupsiya sxemalariga nisbatan xalqning nazaridir. Odamlar o'z yurtining 72 milliard dollarlik rasmiy qarzi borligini bila turib, yana shuncha mablag'ning qandaydir afshor yoki xorijiy aktivlar sifatida qarindosh urug'lar nomida bo'lishi mumkinligidan qo'rqishadi. Savol tug'iladi. 72 milliard dollar qarzi bo'lgan davlat qanday qilib yana shuncha mablag'ni o'g'irlab chet elga olib chiqish haqida o'ylashi mumkin? Javob: chunki ular o'z xalqiga emas, balki tovuq boqar prezident obraziga qarab ish tutadilar. Bugun gapirsam erta unutiladi yoki mendan kim ham buni ijobini talab etadi deb o'ylash mana shu tovuq boqar prezident psixologiyasiga asoslangan. Shunda xalq hayron. Bizning tovuq boqar prezidentimiz endi butun dunyoni ham alday oladimi degan xayolga boradi. Ehtimol shunday o'ylagandir. Bu xalq yarim oy quvur oldida gaz kutsa ham televizordagi so'zlarga ishonadi. Demak, bir oz raqam bilan ham ishontiramiz. Keyin esa yangi investitsiya siyosati deb chiqib, Amerikaga pul jo'natish rejasi haqida gap ketadi. Go'yo dollar o'zini ko'paytiradi, go'yo har bir yuborilgan milliard ertasiga bolalab qaytar emish. Sehrgarlik emasmi bu? Yoki hokimiyatda Garri Potterning o'zi ishlayaptimi? Amaldorlar hisoblashadiki, xalq ro'zg'ori, farzandining o'qishi, ertangi nonni haqida qayg'urib, milliardlab dollarlarning taqdirini so'rab o'tirmaydi. Mamlakatda fahshga yo'l berilgani, qadriyatlarning narxlangani va haqiqatning tuzoqqa aylanganini haqida fikrlarimiz adolatsizlikning oliy cho'qqisidir. Qonun ustuvorligi, sud tizimi haqiqatdan ham afsonaga aylandi. Qonun faqat zaiflarga qo'llaniladi, badavlat va qudratli qarindoshlarga esa bu imkoniyat bo'lib xizmat qiladi. Trollar va fohishalar hajviy tahlillarimizdagidek haqiqatdan ham trollik qilib yolg'onni tarqatuvchilarga mukofotlar, hatto toj kiydirilsa, haqni gapiruvchi fozillar esa jim. Yoki yanada yomonrog'i, ularning ovozi qamoq bilan o'chiriladi. So'z erkinligi faqatgina hukumatning reklamasi xizmati bo'lib, xizmat qilgandagina mavjud. Kuyovlar imperiyasi bu tizimning yana
bir kulgili jihati oilaviy korporativ boshqaruv. Davlatning eng muhim lavozimlari, eng yirik aktivlari doim bir bobolar hovlisidan chiqqan oila a'zolari qo'lida bo'ladi. Bu nafaqat korrupsiya, balki boshqaruv vakolatini ham bir oila ichida monopoliya qilish demakdir. Yangi O'zbekiston shiori ostida qurilgan bu quruq fasad tagida aslida eski qarzga botgan oilaviy boshqaruvdagi bir tizim yashirinmoqda. Ular hisoblashadiki, xalq bu xotirasi tovuq boqarlar ommasi. Lekin unutmaslik kerak, oq qora deyilishi, yolg'onni oqlanishi, fozillarning jim qilinishi, bularning hammasini tarixiy javobgarligi bor. Har bir hukmdor bugun gapirsa ertaga unutiladi deb o'ylasa-da, vijdon va tarix oldida uning javobini talab qiluvchilar bor. Eng katta hajv shundaki, shayton ham bu holdan uyalib, men ham bu darajaga tushmasam kerak deb aytgan bo'lar edi. Chunki insonga qilgan adolatsizligi ba'zan shaytonning ham hayratini keltiradi. Bu kabi gaplar ortida yana o'sha eski savol qoladi. Qachon sehr tugaydi, qachon haqiqat boshlanadi? Bir paytlar xalq tovuq boqar gapirsa ertaga unutiladi derdi. Endi esa unutilmaslik kerak. Chunki 100 milliardlik illyuziya unutilsa 100 yillik qarz qoladi. Shunday ekan, sehrni emas, haqiqatni ko'raylik va tovuq boqar xalq emas, fikr boqar millat bo'laylik. Xulosa o'zingizdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shamol tegirmoniga YouTube, Instagram, TikTokda obuna bo'ling.